ko'p tadbirkorlar biza yaxshi sotuvchi, yaxshi kollaborator, yaxshi muzokarachi va sotuv agentini qidirib yuribmiz. $2000, $3000, $5000 ko'p to'lashga rozi biza, lekin bozorda unaqa xodimlar topa olmayapmiz. Biza judayam muhtoj. Qaniydi shunaqa sotuvchilar ko'p bo'lsin deb nolishadi va agar shunaqa deyishadigan bo'lsa agar, sababi shundaki, ko'p tadbirkorlar, ta'sischilar yaxshi xodimni, shu sotuvchini, zo'r ekspert sotuvchini ko'rgandan keyin uni mensimashadi. Uni o'z hurmatini joyiga qo'yishmaydi, yaxshi maosh to'lashmaydi. Misolda, agar yaxshi sotuvchi sizni biznesingizga kelgan bo'lsa agar, birinchi darajada uni yaxshilab tekshirishimiz kerak. Undan oldin masalan kimdir bizani aldab ketgan bo'lsa agar, biza unga hamma narsani ishlatib ko'ramiz. Mana bizani aldamaydimi, vafodormi bu. Bu degani har doim ko'p tadbirkorlar o'zini manfaatidan kelib chiqib harakat qiladi va umuman shu mutaxassisni o'ylamaydi. O'sha sababli u masalan boshqa ish qidirishga harakat qiladi yoki boshqa kasb bilan shug'ullanishga harakat qiladi. Shu sababli sotuvchilik hunarini yaxshi ko'rib qolmaydi. Nima uchun? Chunki na yaxshi maosh beriladi boshida, na hurmati to'g'ri joyida bo'ladi. Undan so'raydigan narsa, mana bitta mahsulot bor, mana shuni sotasan, yaxshimi, yomonmi farqi yo'q. Muhimi san masalan sotishing kerak, o'shanda san zo'r sotuvchi deb tasavvur qilamiz va o'shanga qarab sanga maosh to'laymiz. Agar san yaxshi sotolmasang, unda sizni ishga ola olmaymiz, yaxshi pul to'la olmaymiz deydi. Bu degani hamma mas'uliyatni xodimga tashlab qo'yadi. O'zi ta'sischi bo'lib, o'zi yaxshi daromad oladi, lekin ochko'zligi sababli hamma mas'uliyatni unga tashlaydi